Italiyaning eng mashhur bo'lgan taomlaridan biri melanzane alla parmigiano yoki bo'lmasam baqlajonli parmezan taomini tayyorlaymiz. Baqlajonlarni terisini tozalab, do'maloq shaklda parak qilib kesib olamiz. Tahari chiqib ketish uchun iliq tuzli suvga 20-30 daqiqaga yuvitib qo'yamiz. Pomidor, chesnok, rayhon, tuz, murch, shakarni videoda ko'rsatilgandek blenderda yaxshilab maydalab olamiz. Tomatli sousimiz tayyor bo'lgandan keyin ikkinchi yashil sousni tayyorlaymiz. Rayhon, chesnok, garchitsa, o'simlik yog'i, tuz, murch va parmezan solib blenderda yaxshilab maydalaymiz. Baqlajonlarni yaxshilab quritib, un solib panirovka qilamiz. Tovaga sloboda yog'ini solamiz, chunki bu yog' tabiiyligi, yumshoq ta'mi va sifati bilan ajralib turadi va albatta taomga ortiqcha hid va maza bermaydi. Chuqur tarelkaga baqlajonlarni terib, ustidan tomatli va yashil sousni quyamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan mozzarella va parmezan sirini ustidan sepib, duxovkaga 170 daraja issiqlikka 15-20 daqiqaga qo'yamiz. Bu taomni albatta tayyorlab ko'rishni maslahat beraman, chunki haqiqiy Italiya ta'mini his qilasiz. Yoqimli ishtaha